Sizda ham namozlarda erinish bo'ladimi? Bo'ladi. Biz bilan g'ayridinlarning oramizdagi farq bu namozdir deganlar. Namoz bizga bu dunyoda nima beradi? Yani yilda bir marta namoz o'qiydiganlar hayitboy deyiladi. Haftada faqatgina juma o'qiydiganlar jumaboy deyiladi. Xudoyim meni endi shunday yaratgan. Endi ixlos yo'q, boshim sajdaga bormaydi endi. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilaman namoz o'qib, namozning foydasi bor deb degan bir e'tiqodli kishilar ham bo'lishi mumkin. Bu juda ham xatarli narsa. Ya'ni namoz bu mashaqqatli narsa deb ko'rmaslik kerakda. Insonga juda ham bir yengil ibodat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Juda ham bir muhim mavzu haqida gaplashamiz. Namozni boshlay olmayotgan do'stlarimiz uchun bu suhbat bo'ladi. Ya'ni namozga bir qadar to'sqinlik qilayotgan qanday sabablar bor, qanday bahonalar bor, bular haqida to'xtalamiz. Xudo xolasa bu ko'rsatuvdan keyin mana shunday holatda bo'lganlar birinchi qadamni tashlab namozlar boshlashadi degan umiddamiz inshaalloh. Ustoz, tomoshabinlardan kelgan bitta savol bor. Nimaga niyat bor lekin amalda yo'q deyaptilar. Ya'ni niyatim bor, o'qigim keladi yoki o'qiganlarga havas qilaman deydilar, lekin amalga tatbiq qila olmayapman deyaptilar. Ya'ni niyat bor, amalda yo'q. Shu savolga javob bersangiz. Savolga men savol bilan javob berishim mumkin. Biz tirikchilik qilishga, pul topishga, boyishga niyatimiz bor-u amalimiz yo'qmi yoki niyatimizdan ko'ra amalimiz ko'proqmi? Moddiy daromad keltirishga, badanimizni rohati uchun, dunyo rohati uchun ham shu narsani qo'lla olamizmi? Yoki bir kasal bo'ladigan bo'lsak, davolanishga niyatim bor-u, lekin davolana olmayapman-da. Yoki bir joyim og'riydi, kasal, endi qani Xudo xolasa shifo topib ketarman degan bizda bir holat bo'ladimi yoki darrov doktor yuguramizmi? Albatta bunday qilmaymiz. Chunki badanimiz rohatida bu. Namozni shoshilishlik uchun, namozga niyat qilgan inson namoz o'qimoqchiman, lekin o'qiy olmayapman deydigan odam namozning qadrini, fazilatini his qila olish kerak, bilishligi kerak va shu narsani bilish kerakki, insonning hayotida bo'ladigan baraka, yaxshilik, fayzu baraka, xotirjamlik bular hammasi namozning orqasidan keladi. Mana shu fazilatini birinchi o'rinda inson his qilishi kerak, bunga shoshilishligi uchun. Mana shundan keyin inson amalga kirisha oladi. Niyat qiladigan bo'lsa, amalga kirisha oladi namozning fazilatini bilish uchun. Bunga biz qisqa aytib o'tadigan bo'lsak, qarang, butun shariatimizdagi haj, ro'za, zakot, bu amallar hammasi yerda vahiy orqali farz qilingan. Faqatgina namoz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqan paytlarida bevosita Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga o'zi farz qilgan. Farishta orqali farz bo'lmagan. Ya'ni bevosita farz bo'lgan namoz. Shuning uchun namozni sha'ni juda ham ulug'ligini his qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom bu islom dinimizni ustuni deganlarda namozni. Dinning ustuni. Dinning ustuni. Ya'ni musulmonligimizni nishonasi, alomati hisoblanadi namoz. Hatto ba'zi bir hadislarda juda qattiq aytilgan. Biz bilan g'ayridinlarning oramizdagi farq bu namozdir deganlar. Ya'ni kim namozni tark qilsa kofir bo'libdi degan kalimalari ham bor-da. Endi insonlar, ya'ni ulamolarning ixtiloflaridan qat'iy nazar, ancha ixtiloflari bor, kofir emas, kofir degan, lekin undan qat'iy nazar biz qaraydigan bo'lsak, namozni tark qilish, o'qimaslik juda ham katta gunoh. Ligini ko'proq biz targ'ib qilamiz odamlarga. Odamlarni qo'rqitamiz, namoz o'qimasang unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Lekin namozni fazilat haqida gapirishni unutib qo'yamiz. Ya'ni insonlar qo'rqib o'qiydigan bo'ladi, namozni rag'bat bilan, qiziqib, maza qilib o'qiydigan bo'lmaydi. Shuning uchun odamlarga fazilatini ko'proq tushuntirishimiz kerak namozni. Namoz o'qisang mana shunday fazilatlarga ega bo'lasan deydigan bo'lsak, rag'bat qilib, o'zi qiziqib namoz o'qishligi qo'rqib o'qigandan ko'ra kuchliroq bo'ladi va davomliroq bo'ladi. Masalan, ba'zi bir, ya'ni to'g'ri aytmoqchi bo'lganim, namoz o'qimaslik gunohi juda ham katta. Hozir payg'ambar alayhisalom aytganlaridek. Lekin ba'zi bir zaif hadislarni qo'yib, insonlarni namoz o'qishdan qandaydir bir bezdirib, qo'rqitib qo'yiladi. Bir mahal namoz o'qilmasa 70 yil do'zaxda kuyar ekan degan zaif hadislar bor.
bu zaif degani kuymaydi degani emas, balki bundan ham qattiqroq bo'lar buni jazosi namoz o'qimaganlikni. Lekin buni muqobilida namoz o'qiydigan bo'lsa, mana bunday foydalari bor, mana bunday buni ajr mukofotlari bor degan narsani ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi shu mavzuda hadisda aytadilarki, bashiru deganlar. Ya'ni insonlarga bashorat beringlar. Odamlarga dinni yengil qilib ko'rsatinglar, og'ir qilib ko'rsatmanglar. Yoshligimizda eslardim, misol uchun, bunday qilma yomon bo'ladi, bunday qilma yomon bo'ladi, bunday qilma yomon bo'ladi. To'g'ri bildik yomon bo'lishini, yaxshi bo'lishini ham ko'rsatinglar bizga. Yoki farzandlarimizga bu yomon bo'ladi deyishdan oldin yaxshisini ham ko'rsataylik, ularga buni muqobilini beraylik-da. Bunday qilsang yaxshi bo'ladi, bunday qilsang yaxshi bo'ladi deb ko'pgina yaxshi bo'lishini aytib turib, keyin bunday qilsa yomon bo'ladi desak, yomon bo'lishning oldida shuncha yaxshiliklar bor ekan deb o'sha yomondan tiyilishi oson bo'ladi. Shunga insonlarga namoz o'qinglar, ishinglar yengil bo'ladi, namoz o'qinglar, stresslar ketadi, namoz o'qinglar, rohat bo'lasizlar deb targ'ib qilishimiz kerak odamlarga. Ustoz, men endi o'zim sizga savol bermoqchiman-da. Sizda ham to'g'risida endi samimiy so'ramoqchiman. Albatta, bemalol. Sizda ham namozlarda erinish bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki shayton hech qachon nafs va shayton rohatni xohlaydi. Faqatgina nafs va shayton rohatni xohlagan paytda uni muqobilida iymoningiz yoki irodangiz kuchliroq bo'lishligi kerak. Xosatan farz namozlarda. Chunki farz namozlardan voz kechib bo'lmaydi. Qanday holatda bo'lmasin. Hatto salotul xavf degan hukm bor. Ya'ni jang paytida o'qiladigan namoz bor. Payg'ambar alayhisolamga oyatda xos aytilgan bu narsa. Niso surasida adashmasam. Hatto kasal bo'ladigan bo'lsangiz ham qimirlolmaysiz, jasadingiz hammasi gips masalan, yotibsiz. Tahorat qilishga ham ilojingiz yo'q. Mumkin emas shu holatda bir bo'ladigan bo'lsangiz. Ko'zingiz bilan ishora qilishga qodirmisiz? Mana shunday qilib bo'lsam namoz o'qishingiz shart sizda. Namoz hech qanday bir holda soqit bo'lmaydi insondan. Mana shu narsani biz his qilishligimiz kerak. Dangasalik bo'lgan paytda buni davolari bor-da, bunga qarshi qurollari bor. Masalan, Alloh taolo Qur'onda aytadiki, ular namozga turadigan bo'lsalar, dangasalik bilan turadilar. Ya'ni munofiqlarning namozlarini ko'zda tutilyapti. Demak, munofiqlar ham namoz o'qishgan, lekin dangasalik qilishgan. Demak, namozga dangasalik qilish bu munofiqlik alomati ham bo'lib qoladi-da. Biz yana oldingi aytgan gapimizga burilib ketdik, yomon tomonlarni aytadigan bo'lib. Yaxshiroq tomonlarni aytib olaylik, namoz fazilatlari, foydalari haqida, keyin bu yo'g'ari gaplashamiz. Xo'p, ustoz, keyingi savolim, namoz og'ir degan fikrni o'zi qayerdan keladi insonga? Namoz og'ir degan fikrni o'zi shaytondan keladi, nafsdan keladi. Chunki nafs insonga savob amallarni, xosatan shayton insonga ibodat qilishini xohlamaydi, og'ir qilib ko'rsatadi. Biz birinchi qadam tashlab ko'raylik-da namozga, keyin yo'g'ini ko'ramiz. Ya'ni yengilligini ko'ramiz. Qanday bir yengillik insonga kelinglar bir tomondan sizga tushuntiraman bu narsani. Aslida namozni Allohdan bo'lgan farz, Alloh tomonidan bo'lgan farz deb bilamiz. Iymonimizni ziyoda qilishlik uchun, taqvoyimizni ziyoda qilishlik uchun, xotirjam, sokin hayot kechira olishlik uchun namoz o'qiymiz. Ya'ni Allohdan farz deb bilamiz. Va bunga qo'shimcha o'laroq 3-chi, 4-chi o'rinda aytishim mumkin. Ba'zi bir videolarni ko'rdim-da. Hatto g'ayri muslim bo'lgan, musulmon bo'lmagan ba'zi doktorlar bel og'rig'iga, ba'zi bir tibbiyot sohasidagi kasalliklarga mana bunday holatda agar mashq qiladigan bo'lsang beling yaxshi bo'ladi deb turib, ayni bizni namozdagi holatlarimizni ko'rsatishyapti. Biz ularni niyat qilmaymiz namoz o'qiganimizda, sog'lom bo'laman deb. Lekin Alloh uchun o'qiymiz, dunyoyimizga Alloh taolo o'zi kifoya qiladi bizga. Namozda ruku, sajda holatlarini falonchi bir mashhur doktor aytibdi, mana shunday ish qiladigan bo'lsang sog'lig'ingga yaxshi bo'ladi desa, qoldirmasdan qilinadi shuni. Yoki Alloh buyurgan namoz roza tutgin desa, odam roza tutmasligi mumkin. Lekin falonchi doktor mana shunday maslahat beribdi, sog'lig'ingga yaxshi ekan desa, roza tutiladi. Nega bizni yaratgan Robbimizga bo'lgan iymonimiz zaifmi shunchalik? Ya'ni doktorlarni, oddiy insonlarning aytgan so'zlarini oldida. Shuning uchun avvalo aytganimdek, Allohdan buyurilgan deb bilishimiz kerak, ozgina rag'bat bo'ladi bizda. Ya'ni ichimizdan namoz o'qishligimizga bir turtki bo'ladi. Ustoz, keyingi savol, nega odamlar namozni kechiktiradi? Mana savol umumiyroq, misol uchun nega deylik 40 ga kirsam o'qiyman, yoki 60 ga kirsam o'qiyman. O'sha ko'pchilik bizda mashhur bo'lgan bitta gap bor, o'sha payg'ambar yoshiga yetgandan keyin namoz o'qisa bo'ladi deyiladi. O'sha 60 ga yoki 60 dan o'tganda qisqasi nega kechiktiriladi va
asosiy bermoqchi bo'lgan savolim, keling kechiktirmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak? Inson namozni kechiktirar ekan, bu ham oldingi mavzuyimizga qaytadi. Fazilatini bilmaslik, shaytonning gapiga kirish, nafsni rohatini o'ylashlik bo'ladi. Tasavvur qiling, ishga kirdingiz va ishda sizga bir vazifa topshirildi. O'zi vazifani kechiktira olasizmi? Bugungi qiladigan vazifangizni bugun qilishingiz kerak. Ertangi kun vazifani ertaga qilishingiz kerak. Vazifangizni kechiktirib ko'ring nima bo'ladi? Ishdan haydalasiz. Biz musulmon ekanmiz, Allohga o'zimizni topshirdik. Biz musulmonmiz dedik, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb musulmonligimizni masalan isbotladik. Shunday ekan Alloh taoloning buyurganlarini qilishimiz kerak. Bir ajoyib gap bor. Vaqtni Alloh taolo o'zi bergan bo'lsa senga, nima uchun Alloh uchun vaqt ajratmaysan ozgina bo'lsa-da? Vaqtni egasiga nega vaqt ajratmaysan? Allohning o'zi vaqt bergan bo'lsa. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va'mur ahlaka bis-sola vastabir alayha." Ahlingizni namozga buyuring va mustahkam turing ustida. Namozga buyuring, tezlang. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, balki biz sizga rizqingizni beramiz. Odam o'z ahliga namozga buyurishi, masalan, ahlini namozga buyurishi, unga tezlashi, o'rgatishi, ta'lim berishi insonga o'ylamagan tomonidan rizqlar kelishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni namozni kechiktirish buni ahamiyatini bilmaslikdan bo'ladi. Lekin afsuski, ana o'qiyman, mana o'qiyman deb u paytgacha odam o'lib qoladigan bo'lsa, holiga voy bo'ladi, keyin juda ham qiyin bo'ladi qiyomatda. Ko'p aytiladi, xosatan bizda ham yoki boshqa ustozlar, ulamolar masjiddagi ulamolar, imomlar tarafidan bu namozni foydalari haqida, namozni oxiratda bizga beradigan, boshimizga bo'ladigan soyabonligi haqida, yaxshiligi haqida. Lekin men so'ramoqchi bo'lgan narsa boshqa. Namoz bizga bu dunyoda nima beradi? Ma'ruj surasini boshidan tafsirini qaraydigan bo'lsanglar, innal insana xuliqa halu'a. Insonni Alloh taolo yaratgan, halu'an degani talvasaga tushadigan qilib. Ya'ni bir yomonlik yetadigan bo'lsa, qattiq talvasaga tushadi. Iza massahu sharru jazu'a va iza massahu al-khayru manu'a. Ya'ni insonga bir yomonlik yetadigan bo'lsa, hovliqib ketadi. Yaxshilik yetadigan bo'lsa, bosar tusarini bilmay qoladi. Mana shu ma'nodagi oyat. Ya'ni insonni bosar tusarini bilmay qolgan paytda, hovliqib ketgan paytda insonni bosadigan, xotirjam qiladigan narsa namoz bo'ladi. Alloh taolo mana shu oyatdan keyin aytadi: illal musallin. Faqatgina namoz o'qiydiganlargina hovliqib ketmaydilar. Ya'ni ularga bir musibat, qiyinchilik yetadigan bo'lsa, o'zlari yo'qotib qo'ymaydilar yoki bir xursandchilik bo'ladigan bo'lsa, boyib ketadigan bo'lsalar, bosar tusarlarni bilmasdan o'zlaridan ketib manmansirab ketib qolmaydilar. Kimlar? Bular faqatgina namozxonlar. Va namozxon deganda oyatning davomiga e'tibor beringda. Illal musallin allazina hum ala solatihim daimun. Ya'ni doimiy namoz o'qib turganlar. Bir martagina namoz o'qib yoki hayitvoy, jumaboy deyiladi-ku bizda. Ya'ni yilda bir marta namoz o'qiydiganlar hayitvoy deyilardi. Haftada faqatgina juma o'qiydiganlar jumaboy deyilardi. Ya'ni doimiy namoz o'qiydiganlargina bu, ya'ni doimiy namoz o'qiydiganlargina bu sifatlardan mustasno bo'ladilar. Yaxshilik yetadigan bo'lsa hovliqib, yomonlik yetadigan bo'lsa o'zlarini oldirib qo'ymaydigan kishilar. Demak, namoz birinchi o'rinda insonga xotirjamlik beradi, sukunat beradi, qalbi xotirjam bo'ladi. Tasavvur qiling, bitta misol qilib aytaman sizga. Misol uchun bir davlatda yashaydigan bo'lsangiz, qaysi davlatda bo'lmasin, oddiygina bir misol xolos bu. O'sha davlatni boshlig'i bilan, birinchi raqamdagi boshlig'i bilan bir kunda 5 mahal aloqada bo'lib turasiz. Misol uchun, bironta g'am tashvishingiz bo'ladimi sizning hayotda? Eng katta boshliq bilan bir kunda 5 mahal telefonda gaplashib turibsiz, boshqa bo'libdi. Lekin namoz bu o'sha boshliqlarning ham boshlig'i bo'lgan Alloh taolo bilan bo'lgan aloqa bu. Bir kunda 5 mahal bog'lanib turishligingiz. Masalan, payg'ambar alayhisalom aytadilar, kim bomdod namozini jamoatda o'qiydigan bo'lsa, u Alloh taoloning zimmasida bo'ladi dedilar. Allohning himoyasida bo'ladi dedilar. Farishtalar hatto hozir bo'lishadi bomdod namoziga. Ya'ni eng katta foydasi, demak, insonda juda ham hozirgi paytda insonlarda tanqis bo'lib ketayotgan sifat xotirjamlik yo'qligi yoki shokka tushish, stress, siqilish, butun kasalliklar shundan kelib chiqadi. Demak, namoz bu ham ruhiy iloj, ya'ni davo bo'ladi, ham ma'naviy, moddiy, hissiy ham davo bo'ladi insonga. Keyingi savol, ixlosim yo'q,
deyishadida. Men mana o'qigim kelyapti, endi ixlos yo'q. Shu Xudo bermaganda nima qilay? Xudoyim meni endi shunday yaratgan. Endi ixlos yo'q. Boshim sajdaga bormaydi endi. Nima qilsam bo'ladi? deydiganlar bor. Bularga nima deyishingiz mumkin? Xo'p, ixlosim yo'q deydiganlarga rizqqa, tirikchilikka, hayotdagi moddiy manfaatlarga bo'lgan ixlosidan ozgina olib turib namozga qo'yiladigan bo'lsa ixlos paydo bo'ladi. Moddiy narsaga bo'ladigan ixlosdan ozgina olib turib bu yoqqa ham qo'yib qo'yishimiz kerak namozga. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevamizmi, yaxshi ko'ramizmi qalbimizdan? U kishini Rasululloh deb ya'ni hurmat qilamiz. Hatto ba'zilarga savol berildi. Rasululloh oldingda bo'lib qolsalar nima qilarding, nima derding deganda ko'pchilik yig'ladi, ko'zidan yosh tomdi. Jim bo'lib qoldi. Tasavvur qildiki Rasululloh oldilarida u kishiga bo'lgan muhabbatimiz shu darajada. Hech kim inkor qila olmaydi u kishiga bo'lgan muhabbatimizni. Yoki unchalik yaxshi ko'rmayman ham deya olmaydi. Hamma yaxshi ko'radi payg'ambar alayhisalomni. Chunki payg'ambarga bo'lgan muhabbatida shak bo'ladigan bo'lsa inson dindan chiqib qoladi. Ana shunday zot hech qachon namozlarni tark qilmadilar. U kishidan keyingi bo'lgan sahobalar ham, tobiinlar ham umuman namozni tark qilishgani yo'q. Va namoz ularning tirikchiliklariga, hayot tarziga ya'ni xalal bergani ham yo'q. Qaytaga shu bilan ular mazza qilib yashashdi. Bitta bir yo'lini aytaman-da. Namozda bir qo'limizda 5 ta barmoq bor-ku, namoz ham 5 mahalda o'zi. Qanday qilaman, ishlarim bor, namozlarim bilan qanday kelishtiraman deganda u kishi ajoyib bir sifatlab aytgan edi. Bomdod namozi bosh barmoq kuchli bo'ladi. Bomdoddan boshlanadigan bo'lsa farishtalar hozir bo'ladigan namozda farishtalar hozir bo'ladi. Bomdod namozida inna Qur'anal fajr kana mashhuda Qur'onda keladi. Qur'anal fajr ya'ni bomdod paytidagi Qur'on. Bundan maqsad ulamolar aytishadi bomdod namozi deyishgan. Bomdod namoziga farishtalar tushishadi. Eng baquvvat bo'ladigan namozda bu. Bomdod namozi. Mana u peshin. O'rta namoz asr, shom, xufton 5 mahalgina o'qiladigan namoz. Bir namozga vaqt ketadigan bo'lsa 10 daqiqa yoki 15 daqiqa. Va yana shu narsani ta'kidlamoqchiman. Namozdan oldin inson albatta tahoratli bo'lishlik kerak. Demak, namoz aytdik-ku, insonni ruhini tozalaydi, ruhini pokiza qiladi deb. Inson badanini ham pokiza qiladi. Bir kunda 5 mahaldan namoz o'qishlik uchun tahorat qiladigan bo'lsangiz, hech qachon sizga Allohning izni bilan kasallik yuqmaydi. Hatto avratlarigacha pokiza qiladi. Demak, namoz bu pokizalik ham hisoblanadi. 5 mahal namoz, bomdod, peshin orasida ancha bo'sh joy bor. Ishlaringizni mana shuni orasiga qo'ying. Peshin bilan asr mana bo'sh joy sizga. Dunyoviy ishlaringiz qilishga. Asr bilan shom orasida bo'sh joy bor va shom bilan xufton mana orasida bo'sh joy. Xuftondan keyin bomdodgacha yana shuncha vaqtingiz bor. Qiladigan ishlaringizni mana shuni orasiga qo'ysangiz, mana shunday qilib tartiblaydigan bo'lsangiz, namozingizni ham, dunyo ishlaringizni ham bemalol bajaradigan bo'lasiz. Yana bitta yengillik namozni bajarishda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: oldingi ummatlar bilan bizni ummatimizning orasidagi farq, ya'ni ularga berilmagan imtiyozlar bizga berildi deganlar, shu imtiyozlardan biri butun yer yuzi menga pokiza qilindi va namozgoh qilindi, namoz o'qiydigan joy qilindi dedilar. Nima demoqchilar bu bilan? Oldingi ummatlarning namozlari faqatgina ibodatxonalarida, o'sha cherkovlar bo'lsin, o'sha ibodatxonalarida qabul bo'lardi. Tashqarida namoz o'qish mumkin emas edi. Bizda bo'lsa, xohlagan joyingizda namoz o'qib ketaverasiz. Ko'chada bo'lib qoldingiz, boshqa joyda bo'lib qoldingiz, hatto joy namozingiz bo'lmagan taqdiringizda ham yer pokizami, namoz o'qib ketaverasiz yerda bo'lsa ham. Mana shunday bizga yengilliklar berilgan. Tahoratingiz yo'q, suv ham yo'q, tayammum qilib o'qing namozingizni. Ya'ni namoz bu mashaqqatli narsa deb ko'rmaslik kerak-da. Insonga juda ham bir yengil ibodat bu. Mana shunday bir imtiyozlar bor namoz o'qishligini, shunday bir yengilliklar bor. Keyingi savol ustoz, ba'zilar shunday savol kelganki, men do'stlarim, ya'ni meni atrof muhitim shunday bir qadar namoz o'qimaydigan insonlar. Hozir men boshlasam hamma har xil o'ylaydi. Ya'ni atrofimdagilar nima deb o'ylaydi odamlarga degan to'siqlar bor deyaptilar-da. Shu qanday yengishim mumkin? Qanday bu to'siqdan o'tib, ya'ni bir qadar namozni boshlab olishim mumkin? Mana shu masalada qiynalayotganlar yozishyapti. Bularga bir yechim bersangiz. Buni bir kaliti bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda marhamat qiladilarki, kim
Alloh taoloni rozi qilaman deb insonlarni g'azabiga uchrasa, insonlarni malomatiga uchraydigan bo'lsa, lekin baribir Alloh taoloning aytganini qiladigan bo'lsa, Alloh undan rozi bo'ladi, insonlarni ham rozi qilib qo'yadi dedilar. Lekin kim insonlarni rozi qilaman, ularni gap so'ziga duchor bo'lmayin, o'shalarni gap so'zidan qutulib qoling deb Allohning g'azabini keltiradigan bo'lsa, Alloh undan g'azablanadi, odamlarni ham g'azablantirib qo'yadi dedilar. Hozir aytganimizdek, inson o'ziga yengil qilish kerak. Masalan, ishxonasida bo'lsin, ish joyida bo'lsin. Albatta masjidga borish shart emas o'sha paytda. Ishida bo'ladigan bo'lsa, xonasini bir ichida namoz o'qib olsa bo'ladi. Hech kimga ozor bermaydigan qilib. Ya'ni namoz yarim soat, 1 soat o'qiladigan ibodat emas. 10 daqiqa nari bersada, 15 daqiqa ketadi. Insonlar qarang, oddiy sigaret chekishlik uchun yoki gaplashishlik uchun, dam olishlik uchun, choy ichishlik uchun bir necha daqiqalar, yarim soat, 1 soatlab vaqtini sarf qilib yuboradi-da. Shundan ozgina qisqartirib, Alloh uchun ham ozgina vaqt ajratishlik kerak. Ishlarda bir baraka bo'lishi uchun ham. Aytmoqchi bo'lganim, siz Alloh uchun bir qadam tashlang, Alloh taolo o'zi u yog'ini boshlab beradi sizga, Allohning izni bilan. Faqat sizdan ixlos bilan qadam tashlashingiz kerak. Ustoz, oxirgi savol. Bir kishi yozibdilar, qanday boshlay? Yani boshla olmayaptilar. Juda zo'r. Yani nima bilan boshlasam bo'ladi, qanday qilsam bo'ladi? Chunki o'sha ba'zi insonlar bo'ladi, shu masjidga kiradi, qanday o'qishni suralarini bilmagani uchun jamoatga qo'shilsam nimani o'qiyman? Qanday o'qiladi bu? Yoki juda ko'p holatlar bo'ladi, tahorat olishni bilmagani uchun qolganlardan ham uyaladi. Tahoratxonaga kirsa qanday tahorat olinadi? Bir qadar, chunki bizning jamiyatimiz o'zi musulmon jamiyat bo'lgani uchun, deylik bu Yevropada muammo bo'lmasligi mumkin. Bilmaydi, chunki u yerdagi jamiyat ham musulmon jamiyat emas. Borib bir musulmondan so'rash, qanday olinadi, menga o'rgat, deyish muammo bo'lmasligi mumkin, lekin bizning jamiyatimiz musulmon jamiyat bo'lgani uchun bularni so'rash uyaladi, o'zini cheklaydi, ya'ni boshlashdan. Shuni qanday boshlash mumkin, ustoz? O'rganishni aybi yo'q. Namozni boshlashni aybi yo'q. Tahoratni o'rganishni hech qachon aybi yo'q. Shunga inson ichidan xohlaydigan bo'lsa, jannatga kirishni xohlasa, hayotda unga xotirjamlik, sukunat, fayzi baraka kerak bo'ladigan bo'lsa, namozni boshlaydi. Qanday qilib boshlasin? Tahoratni ko'rsin, videolardan, boshqasidan. Masalan, o'zimizdagi Registondagi Ikrom Sharif ustozni tahorat o'rgatganlar haqida videolari bor. Buni linkka qo'yamiz pastga, izohlarga. Birma-bir namozni qanday o'rgatilgani bor u yerda. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton hamma namozlari bor. Va mana shulardan yetarki, sizda niyat bo'lsin. Va niyat bo'lishligi, namoz o'qishlikka bo'lgan istak sizda iymon borligiga dalolat qiladi. Shu narsani unutmang. Ya'ni ba'zilar bor, namozni yoqtirmasligi mumkin. Bu juda ham xatarli narsa. Nima qilaman namoz o'qib, namozning foydasi bor degan bir e'tiqodli kishilar ham bo'lishi mumkin. Bu juda ham xatarli narsa. Chunki Alloh taolo farz qilgan namozni. Lekin xohish bo'lishligi, o'qimoqchiman deyishlik bu demak umid uchqunlari bor degani, umid bor degani. Buni sal ozgina quvvatlash kerak xolos. Nihol bor, unga ozgina suv quyiladigan bo'lsa o'sib ketadi. Shunga boshida bir mahaldan boshlang. Bomdod, peshin, asr, shom, ya'ni kirishvoguncha. Psixologlar ham aytadi. Bir ishga 21 kun yoki 2-3 hafta inson surunkali qiladigan bo'lsa, u odat tusiga kiradi insonga. Davomiy qiladigan bo'lsa, albatta. Shunga boshida agar hali namozni boshlamagan bo'lsangiz, mayli, 1 mahal, 2 mahal, 3 mahal qilib asta-asta ko'paytirib boring. Va namozdagi duolarni ham o'zbekcha yozilgan, masalan, o'zimiz diniy idoradan chiqarilgan kitoblar ham bor, namozli kitoblar o'rgatadigan, bunday namozni o'rgatadigan kitoblar. Mana shulardan o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Yetarki sizda xohish bo'lsin faqat. Yana bunga, ya'ni mana shu namoz haqida yoki boshlashlik, boshla olmaslik yoki boshlashga nimalar to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, izohlar qismida yoziladigan bo'lsa, hammasini to'plab turib, yana bitta inshaalloh bir ko'rsatib qo'ysak bo'ladi inshaalloh. Ustoz, bu suhbat avvalo o'zimizga foydali bo'lsin. Qolaversa bizni tomosha qilayotganlarga foydali bo'lsin. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Keyingi suhbatlarda yana yangi mavzularda gaplashamiz. Suhbatni boshida kelishganimizdek, qani hozir shartta turib, tahorat qilib, kelayotgan namozni boshlaymiz inshaalloh. Tahoratni qisqacha aytib o'taman. Birinchisi, qo'limizni yuvamiz bismillah deb. Bundan keyin og'zimizga o'ng qo'lda suv olib chayib tashlaymiz. Undan keyin burnimizga o'ng qo'lda suv olib, chap qo'lda qoqamiz. Undan keyin yuzimizni yuvamiz.
o'ng qo'limizni tirsakgacha, chap qo'limizni tirsakgacha, qo'limizni ho'llab turib boshimizga mas tortamiz va oyog'imizni o'ng oyog'imizdan boshlab to'fiqqacha yuvamiz, keyin chap oyog'imizni yuvamiz. Shu bilan tahorat bo'ldi. Juda ham yengil va oson. Undan keyin namozni boshlaymiz inshaalloh. Katta rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin.